Bir akamiz aytadilar. Mustaqillikdan keyingi vaqtlarda hali qo'l telefon bo'lmagan. Xorazmga safarga borib kelib turaman. Uyimda keksa otam bor. Onam o'tib ketganlar. Otam bilan xayrlashdim. Otajon, duo qilib turing. 3 kunda kelaman deb otamning duolarini oldim. Safarga chiqdim. Safarim ishim bitmay 2 kunga cho'zildi. 5 kun safar bo'ldi. Telefon qilish imkoni yo'q. Bunaqa imkoniyatlar u paytda yo'q. Otamni xabardor qilishga, uydagilarni xabardor qilishga, yana 2 kun men kechikib qolaman deyishga hech bir fursat bo'lmadi. Xayr endi deb shunga o'zim ham e'tibor ko'rsatmadim. Otamga aytgan kundan 2 kun kechikib 5 kunda uyga kirib keldim. Osonadan uyga kirib kelaverishimda to'g'rida ayvonda otam so'rida o'tirgan ekanlar. Otamni ko'rdim. Yaqinroq kelib salom berdim. Otam ovozimni eshitdilar, meni ko'rdilar. Salomni berishim bilan so'kishni boshladilar. Padaringga la'nat deb boshladilar so'kishni. Kelgunimga qadar so'ka boshladilar. Oldilariga shu boshimni engaytirib kelaverdim. Bir qadam qolganda tizzalab endi ko'rishmoqchi bo'lsam, boya hayqirib so'kayotgan otam endi yig'lashni boshladilar. Otam bilan quchoqlashsam, shundoq o'pib, quchoqlab, bo'yinlarimdan hidlab, bolam meni buncha qiynading. Keyin bilsam, otam 2 kun kechasi uxlamagan ekanlar. Tinchlikmi, bunga nima bo'ldi? Axir men otajon 50 dan oshgan katta bir inson bo'lsam, navarali, ha bilmaysan-da bolam deb turib, ota shunaqa bo'lar ekanda. Qarang, kelgunimga qadar so'ka boshladilar. Oldilariga kelib quchoqlashsam, quchoqlab, o'pib, hidlab, dod deb yig'ladilar. Ota mana shunday bo'ladi.